Mani o'g'limda почти 3-4 oydan beri burun bitishi bor edi. Juda ham nafas olish qiyinlashardi. Birda spreylardan foydalanardik. Men Shuhrat akani bundan 3 yil avval Instagram tarmoqlarida kuzatib, kelib tekshirtirgandim. O'shanda natijasi unda yaxshiroq edi. Hozir operatsiya shart emas degandilar. Mana 3 yil o'tib olib keldim. Operatsiya qilishdi. Bolamda juda ham yaxshi natija ko'rdim. Kattakon rahmat Shuhrat akaga. Qolganlarga ham tavsiya qilaman kelishinglarni. Juda zo'r-ku. Juda yaxshi. Maşallah. Olib kelganda shikoyati bosh og'rig'i, burun bitib qoladi, og'izda nafas oladi. Tekshirganimizda burun to'siq qiyshiqligi, vazomotor rinit, ya'ni chig'anoqni juda ham kattalashib ketgan. O'ng tomonlam yod jism bor edi, ya'ni plomo material o'tib ketgan edi. Biz burun to'siqni to'g'riladik, chig'anoqlarni kichraytirdik va yuqori jag' bo'shlig'idan yod tanani, ya'ni yod jismni olib tashladik. Atrofda zamburug' ham yig'ilgan edi. Hozir 1 oydan keyingi holat juda ham zo'r, nafas olishda ham yaxshi, tekshirdik. Sizda va yaqinlaringizda aynan shu ko'rinishda shikoyat bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikaga bemalol kelib, konsultatsiya yozilib, operatsiya qildirishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling aziz do'stlar. Asos sog'liq qadriga yeting.